Lexus'larni kvadrat 80 ming so'm Rossiyada ishlab chiqarilgan. Agar Instagramga obuna bo'lib kelsangiz, kvadrat metrini 78 mingdan olasiz. Xo'p, bitta tushuntiramiz. Enini uzunligi 2 bo'ladi, o'zini uzunligi bo'lsa 12 metr bo'ladi. 10 mm qalinlik толщинada bo'ladi. Xo'p, undan keyin bitta ko'ring, yoki olib keling. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Zavodda o'zi 18 yil garantiya beradi. Ham ISO'sini ko'rishingiz mumkin. Ikkalagi toza mahsulot deb hisoblanadi. Davlat standartlariga javob beradi. Instagramga obuna bo'lib kelsanglar 78 mingdan xarid qilasiz. Bundan tashqari hovlida navisiz bor, navisizni tomlarini yopishga mana shu narsadan ishlatingiz bo'ladi. Juda yengil narsa. Bittasi mana 12 metr kilosi necha edi buni aka? Kilosi 12 metrlikni? 33 kilo. Ko'rasizlar, 12 metrlik narsa 33 kilo. Rosa yengil narsa, lekin sifati вообще zo'r narsa. Rossiyskiy ko'pchilik buni boshqa davlatnikilar adashtiradi. Farqi bor. O'zingiz ko'rib oling, rossiyskiysini, firmalarni ko'rib oling. Firmasi qanaqa? Firma Ecovice ko'ryapsizlar, Rossiya mahsuloti. Men aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilikda usti yashil bo'lgan bilan Rossiya bo'lib qolmaydi. Prosta firmasiga ahamiyat berib xarid qilaverasiz. 80 ming so'm sotilyapti. Instagramga obuna bo'lsa 78 mingdan любой joydan topa olmaysiz deyman. Sabab bu faqat Sergeli indeksda-da. Egalar nomini yozib qoldiraman ma'lumot uchun. Manzil ham yana bir marta aytamiz. Toshkent Sergeli indeksiga kelaverasiz. Bosib olsangiz bo'ladi. Mana obunachilarim uchun mana shunaqa narx qilib berishyapti. Rossiyskiy mahsulot.